Koreyada o'zbeklarga yordam berib yurgan Avazbek akamga bo'layotgan tuhmatlar, bo'xtonlarni ko'rib bir narsa yodimga keldi. U ham meni gapim emas. Ibn Jabziy rahimahullohning gaplari aytadilarki, kim musulmonlarning aybini ochsa, kavlashtirsa, ishi mana shu bilan shug'ullanadigan bo'lsa deydilar, Alloh taolo o'sha bandani o'limi payti tilini shahodat kalimasini to'sib qo'yadi deydilar. Nima uchun? U ayb qidirgan til bo'lganligi uchun. Nima uchun? U ayb oqtargan, g'iybat qilgan, bo'xton qilgan, do'stlarini, birodarlarini sharmanda qilgan til bo'lganligi uchun. Do'stlar, shuning uchun bo'layotgan tuhmatlarga sherik bo'lib qolmang. Mana shunday bo'layotgan videolarni qo'llab-quvvatlamang. Kommentariyada bo'lsin, storieslarda bo'lsin. Bu ham mana shu bo'xton qilayotganlarga bab-barobar sherik bo'ladi. Bir odam sahroda ketayotganda bir nochor odamni ko'radi. To'xtab yordam bering deydi. Tushib yordam beraman deganda haligi odam bir uradi-da tuyani egasini. Tuyani minib qochib ketadi. Shunda haligi odam baqiradi: "O'y, to'xta" deydi. Buni shaharga borib birovga indama deydi. Nima uchun desa, chunki odamlar mana shu oqibati yomonlik bilan tugashligini bilib qolib, keyinchalik sahroda yolg'iz qolib ketgan odamlarga yordam berishlikdan to'xtab qolmasin deydi. Do'stlar, bu gapni tayida gap bor. Agar siz sabab, biz sabab, mana shu tuhmatimiz sabab keyingi musulmonlarga, keyingi o'zbeklarning hayotiga yordam kerak bo'lib turgan musulmonlarga yordamsiz qolib ketadigan bo'lsa, shu odamlar, siz bilan biz g'iybatchilar, bo'xtonchilar bab-barobar gunohkor bo'lib qolamiz. Mana shuni ham hisobini qilinglar.